Husanov transferni tasdiqlayapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov atrofida yuzaga kelgan vaziyat ko'pchilik qatori o'zbekistonlik futbol ishqibozlarining ham diqqat markazida turibdi. Fevral oyida Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgan Abduqodir Husanov keyinchalik qisqa fursatda asosiy tarkibdagi joyini yo'qotdi. Jose Guardiola oxirgi 6 ta uchrashuvda 21 yoshli himoyachi xizmatidan umuman foydalangani yo'q. Bir necha nufuzli manbalar shaharliklar o'zbek futbolchisini ijaraga berishga qaror qilganini yozdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Barselona Abduqodir Husanovni transfer qilish imkoniyatini o'rganib chiqayotgan ekan. Xususan, Carpetas.com sayti bu borada ma'lumot chiqardi. Yaqinlashib kelayotgan yozgi transferlar onasi oldidan Barselona klubining sport rejalari ham shakllanib bormoqda. Sport direktori Deco boshchiligidagi mutasaddilar tarkibni yosh va iqtidorli o'yinchilar bilan kuchaytirish bo'yicha ish boshlagan. Kataloniyaliklar ko'rib chiqayotgan ko'plab variantlar orasida Angliya Premyer Ligasidan juda ko'p e'tiborni tortadigan holat namoyon bo'ldi. Campton ofisdagilar orasida tobora ommalashib borayotgan bir nom paydo bo'ldi. Bu yosh markaziy himoyachi hali Angliya futboliga to'liq moslashib ulgurgani yo'q. Bu futbolchi yanvarda transfer qilinganida unga juda katta umidlar bog'langan edi, biroq keyingi paytda ishlar biroz orqaga ketdi. Har bir o'yinchisiga juda talabchan bo'lgan Jose Guardiola jamoa bilan integratsiya kutilgan darajada ketmayotgani bois yosh o'yinchini asosiy tarkibdan chiqardi. Manchester City rahbariyati futbolchining o'sishiga to'sqinlik qilmaslik uchun unga muhitni tezroq o'zgartirish uchun imkoniyat yaratib berish kerakligini yaxshi anglab turibdi. Barselona esa bu vaziyatdan foydalanib qolishni ko'zlayapti. Kataloniyaliklar agar bu himoyachi Manchester City'ga kerak bo'lmay qolsa, uni o'z safiga qo'shib olishga tayyor turibdi. Bu hikoyamiz qahramoni Abduqodir Husanov bo'ladi. O'zbekistonlik markaziy himoyachi Manchester City'ga joriy mavsum o'rtasida kelgan edi. Manchesterliklar unga qo'shib Umar Marmush, Victor Reis va Nico Gonzalez kabi iste'dodli futbolchilarni ham transfer qilgan edi. Bu transferlar Jose Guardiolaning o'z jamoasini tarkibini qisqa fursatda tezroq kuchaytirish istagi tufayli amalga oshirilgan deb yozmoqda Carpetas. Shuningdek, boshqa manbalar ham Barselona rahbariyati o'zbek futbolchisini tarkibga qo'shib borish masalasini muhokama qilayotganini tasdiqladi. Klub sport direktori Deco Abduqodir Husanov Barselona amalga oshirayotgan loyihaga yordam berishiga ishonmoqda. Bu mutaxassis o'zbek futbolchisining Fransiya, Angliya chempionatlarida, Yevropa miqyosidagi xalqaro turnirlarda ishtirok etish orqali to'plagan tajribasi, to'pni yaxshi nazorat qila olishi va boshqa xususiyatlari kataloniyaliklar o'yin uslubiga to'liq mos kelishini ta'kidlamoqda. Eng muhimi esa Manchester City'da yuzaga kelgan vaziyat. Salohiyati yuqori o'yinchini moliyaviy foyda bilan transfer qilish imkonini berishi va bu fair play talablarini bajarishda muhim omil ekani aytilyapti. Barselona rahbariyati o'z odatiga ko'ra Abduqodir Husanovni keyinchalik sotib olish huquqi bilan avval ijaraga olishni mo'ljallayapti. Manbalarning ta'kidlashicha, Barselonaning rejasi hali dastlabki bosqichda o'rganilmoqda. Ko'p narsa Manchester City'ning talablari va Abduqodir Husanovning istagiga bog'liq bo'ladi. Anig'i shuki, Barselona noyob iqtidor egasini qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarim shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.